Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Bu videoda biz sizlar bilan iqtisodiyot nazariyasi fanidan soliqlar mavzusini ko'rib chiqamiz. Xo'p, demak boshladik. Soliq o'zi nima? Soliq bu davlat tomonidan jismoniy va yuridik shaxslardan majburiy tarzda undiriladigan pul to'lovidir. Boshqacha qilib aytadigan bo'lsak, soliq davlatning jamiyat ehtiyojlari uchun fuqarolar va korxonalardan qonun asosida olinadigan majburiy badalidir. Ya'ni biz soliq to'laymiz, davlat byudjeti bundan 80-90% holatda soliqdan shakllantiriladi va davlat o'zini ijtimoiy vazifalarini shu yig'ilgan pullar orqali amalga oshiradi. Xo'p, endi soliqni boshqa to'lovlardan farqi. Ko'pchilik talabalar va tinglovchilar shu yerda xato qilishadi. Ya'ni soliq bu nima deyilsa, kommunal to'lovlar deydi kimdir davlat boj to'lovlari, yana boshqa tushunchalarni aytadi. Yo'q. Soliq bu soliq. Davlat boji, kommunal to'lovlar esa umuman boshqa narsa. Demak, davlat boji nima? Davlat boji bu davlat muassasalarini fuqarolarga, yuridik yoki jismoniy shaxslarga ko'rsatgan xizmati uchun to'lanadigan to'lov. Aytaylik, siz pasport olish uchun yoki nikohdan o'tish uchun qandaydir miqdorda sizga xizmat ko'rsatilgani uchun davlat bojini to'lagansiz. Yoki bo'lmasa, eksport import vaqtida aynan bojxonada davlat boji undiriladi ma'lum bir tovarlarga. Xo'p, endi kommunal to'lovlar nima? Kommunal to'lovlar bu aynan biz elektr energiyasidan foydalanganimiz uchun, gazdan foydalanganimiz uchun, suvdan foydalanganimiz uchun yoki chiqindini tashishdan foydalanganimiz uchun to'laydigan to'lov. Bu kommunal to'lovlar biz sotib oladigan o'sha elektr, ya'ni qandaydir mahsulotni pulini berish deylik. O'sha mahsulotga to'lov qilish. Mana bu ruchkani sotib olsak biz pulini beramiz. Xuddi shunday elektr energiyasi yoki umuman gaz, suvni sotib olamiz va pulni to'laymiz. O'sha korxonalar, ya'ni bizga elektr energiyasi yetkazib beradigan, gaz bilan ta'minlovchi, suv bilan ta'minlovchi korxonalar bizdan olgan daromadidan xarajatlarini ayirib tashlab, keyin ular qolgan foydasidan foyda solig'i to'laydi. Biz esa kommunal to'lov to'laymiz. Soliqni esa boya yuqorida aytganimdek, bu majburiy badal, ya'ni davlat byudjetiga tushadigan tushum va biz uni to'lashimiz shart. Xo'p, endi soliqning asosiy vazifalari nimalardan iborat? Birinchisi, milliy daromadni taqsimlash va qayta taqsimlash. Bu nima degani? Bizning milliy daromadimiz bu barcha fuqarolar, jismoniy shaxs bo'ladimi, yuridik shaxs bo'ladimi, umuman mamlakatda yashovchi rezidentlari bo'lgan shaxslarning qo'lida bo'lgan barcha daromadlari hisoblanadi. Uni aytaylik, oylik maosh orqali yoki tadbirkorlik orqali yoki kimdir sovg'a qilgani orqali daromadga ega bo'ladi shaxslar. Endi o'sha shaxslardan soliq olinadi va olingan soliqlar qayta taqsimlanadi. O'sha daromadlar, ya'ni soliq orqali qayta taqsimlanadi. Qanday qilib? Biz daromad oldik va undan soliq to'ladik. Natijada byudjetga borib tushgan pullarni keyin davlat uni o'zini infratuzilmasiga, ya'ni o'zini ijtimoiy sohalariga yo'naltiradi. Bu infratuzilmalar o'sha maktablar qurish, bog'chalar qurish yoki bo'lmasa tibbiyot muassasalarini qurish, yo'llar qurish, shunga o'xshash xarajatlarni amalga oshirish uchun soliqdan foydalanadi. Bundan tashqari, o'sha qayta taqsimlanayotganda ijtimoiy yordamga muhtoj bo'lgan aholi qatlami bor. Aynan ularga ham pensiya, nafaqa ko'rinishida yoki talabalarga stipendiya ko'rinishida mablag'lar ajratiladi va o'sha mablag'lar aynan soliq orqali to'ldirilgan byudjetdan ajratiladi. Endi davlat xarajatlarini moliyalashtirish. Yuqorida ta'kidlaganimizdek, infratuzilmaga yoki aytaylik ichki ishlarga yoki davlat muassasalariga, oylik maosh beriladigan muassasalarga, davlat tomonidan davlat ishxonalariga yoki bo'lmasa mudofaaga ajratiladigan mablag'lar aynan soliqlar orqali moliyalashtiriladi. Ijtimoiy tanglikni yumshatish va qayta taqsimlash bo'yicha yuqorida ta'kidlab o'tganimizdek, ijtimoiy tang ahvolda bo'lgan shaxslarga, ular jismoniy shaxslar bo'ladi, shu aholining past qatlami yoki bo'lmasa yuridik shaxslar, endi rivojlanayotgan, endi oyoqqa turmoqchi bo'lgan shaxslarga ham subsidiya sudda ko'rinishda yoki boshqa ko'rinishlarda aynan davlat byudjetidan to'lovlar, yordam pullari beriladi va bu ijtimoiy tanglikni yumshatishga yordam beradi. Endi iqtisodiyotni tartibga solish deganda, o'sha biz iqtisodiyotni tartibga solishda aynan bozor iqtisodiyotiga o'tganimizdan keyin monopoliyaga qarshi kurashamiz odatda. Ya'ni
korxonalar raqobatbardosh bo'lishi kerak. Aynan o'sha monopoliyaga qarshi kurashish uchun biz soliqdan, fiskal siyosatdan foydalanishimiz mumkin. Xo'p, demak, O'zbekiston Respublikasi Soliq kodeksining 17-moddasiga ko'ra, soliq va yig'imlarning ayrim turlari quyidagilarga kiradi. Qo'shilgan qiymat solig'i, aksiz soliq, foyda solig'i, jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'i, yer qarida foydalanganlik uchun soliq, foydali qazilmalarni qazib olganlik uchun maxsus renta solig'i, suv resurslaridan foydalanganlik uchun soliq, mol-mulk solig'i, yer solig'i, ijtimoiy soliq va hokazo soliqlar mavjud. Demak, soliqlarni turlari va tavsifiga o'tadigan bo'lsak, soliq davlat daromadining asosiy manbai bo'lib, ular fuqarolar va korxonalar tomonidan to'lanadi. Ular davlat budjetini to'ldirish, infratuzilma, ijtimoiy xizmatlar va boshqa davlat dasturlarini moliyalashtirish uchun ishlatiladi deyilyapti. Yuqorida biz bu haqida gaplashdik. Endi soliqlarning asosiy turlariga o'tadigan bo'lsak, bu yerda to'g'ridan-to'g'ri, ya'ni bevosita soliqlar bor va bundan tashqari egri, bilvosita soliqlar bor. Xo'p, demak, bularni alohida ko'rib chiqadigan bo'lsak, to'g'ridan-to'g'ri, ya'ni bevosita soliqlar bu to'g'ridan-to'g'ri soliq bo'lib, jismoniy yoki yuridik shaxslarning daromadlari yoki mulkiga solinadi. Ushbu soliqlar odatda soliq to'lovchilarning real daromadlari yoki aktivlariga asoslanadi va ularni soliq to'lovchining o'zi to'g'ridan-to'g'ri davlatga to'laydi. O'rtada hech qanday bilvosita harakatlar bo'lmaydi. Xo'p, to'g'ridan-to'g'ri soliqlarga quyidagilar kiradi: daromad solig'i, korporativ soliq, ya'ni foyda solig'i, meros va hadyalar uchun to'lanadigan soliq, mol-mulk solig'i, yer solig'i, boshqa soliqlar ham to'g'ridan-to'g'ri soliqlarga kirib ketadi aslida. Endi bilvosita soliqlarni ko'rib chiqadigan bo'lsak, egri soliqlar mahsulot va xizmatlar narxiga qo'shiladi va iste'molchilar tomonidan bilvosita to'lanadi. Ya'ni iste'molchilar mahsulot yoki xizmat sotib olayotganda bilvosita soliq ham to'laydi. Ushbu soliqlarni odatda ishlab chiqaruvchi yoki sotuvchi davlatga topshiradi. Demak, bilvosita soliqlarga ikkita bizda qo'shilgan qiymat solig'i va aksiz soliqlari kiradi. Qo'shilgan qiymat solig'i har bitta yaratilayotgan mahsulot qo'shimcha qiymat yaratsa, faqat o'sha yaratilgan qiymati uchungina to'lov qilinadi. Aytaylik, tayyor non mahsuloti yaratilishi uchun avvaliga bug'doy o'rib olinadi, u aytaylik tegirmonga topshiriladi. Bug'doy narxi 1000 so'm bo'lsa, keyin o'sha 1000 so'm uchun soliq to'lanadi, qo'shilgan qiymat solig'i to'lanadi. Undan keyin unga aylantirilgan vaqtda 1000 so'mlik bug'doy 2000 lik unga aylansa, 2000 so'm uchun soliq to'lanmaydi. Aynan ishlab chiqaruvchi qo'shilgan qiymati, yangi yaratgan qiymati uchun, ya'ni 1000 so'mi uchun soliq to'laydi. Endi u nonga aylanishi uchun aytaylik yana 500 so'm qo'shildi. 2500 so'm bo'ldi non. O'sha qo'shilgan, endi nonvoy qo'shilgan 500 so'm uchun soliq to'laydi va oxir oqibat bu soliqlar oxiri borib 3000 so'mga sotiladi non va soliqlar oxiri iste'molchini gardaniga tushadi. Aksiz solig'i ham xuddi shunday. Har qanday aksiz soliq olinganda, bu odatda aksiz soliqlari tabiatga va insonga zarar yetkaziladigan mahsulotlardan olinadi. Bular tamaki mahsulotlari bo'lishi mumkin, benzin, tabiatga zarar yetkazadigan mahsulotlar, aytaylik spirtli ichimliklar, shular jumlasiga kiradi. Aynan o'shalardan soliqlar olinadi, ya'ni aksiz solig'i olinadi va bundan olingan soliq ham sotilayotgan vaqtda narxni ustiga qo'shilib, oxirgi iste'molchidan undirib olinadi. Shuning uchun bu egri, ya'ni bilvosita soliqlar deyiladi. Xo'p, endi soliq yuklamasi. Soliq yuklamasi nima? Bu fuqarolar va korxonalarning daromadlari yoki xarajatlariga ta'sir etuvchi umumiy soliq miqdorini ifodalaydi. Aytaylik, soliq yuklamasi foizlarda ko'rinadi o'z odatda. Biz hozir ikkita soliqni ko'rib chiqaylik. Misol uchun, daromad solig'i va foyda solig'i. Daromad solig'i bu jismoniy shaxslardan olinadigan soliq bo'lsa, foyda solig'i bu yuridik shaxslardan olinadigan foyda solig'i hisoblanadi. Endi bizda hozirgi kunda bu soliq yuklamamiz bo'yicha daromad solig'i 12% hisoblanadi. Ya'ni biz daromadimizda 12% to'laymiz. Bu bizga soliq yuklamasi hisoblanadi. Foyda solig'i 15%. Ya'ni yuridik shaxslar o'zi olgan foydadan 15% foyda solig'i to'laydi. Aynan o'sha foizlarda ko'rsatilgan yuklamalar bizda soliq yuklamasi hisoblanadi. Endi soliqlarni undirish tizimi, aynan o'sha soliq yuklamasini belgilaganda soliqlarni undirish tizimlari bo'ladi.
bunda soliqlar undirish tizimi davlat tomonidan soliqlar yig'ish va boshqarish mexanizmini ifodalaydi deyapti. Bular asosan 3 ta turga bo'linadi. Birinchisi progressiv soliq, ya'ni daromad qanchalik oshgani sari soliq stavkasi, ya'ni soliq yuklamasi ham oshib boradi. Aytaylik, agar biz hozir progressiv soliqda hisoblaydigan bo'lsak, agar bizning daromadimiz 10 million so'm bo'lsa, biz 12% soliq to'laydigan bo'lsak, agar progressiv holatda bo'lganda biz 15 million uchun aytaylik 15% daromad solig'i to'lagan bo'lardik. Chunki qanchalik bizni solig'imiz, qanchalik bizning daromadimiz o'sib borsa, soliq yuklamamiz o'sib boradi va bu yuklama boya aytganimdek foizlarda ko'rinadi. Endi regressiv soliq. Bunda bizning daromadimiz qanchalik oshgani sari biz kamroq soliq to'laymiz. Aytaylik, boya yuqorida aytgandek, agar 10 million so'm daromadimiz bo'lsa, biz 12% daromad solig'i to'laydigan bo'lsak, jismoniy shaxs sifatida, endi biz daromadimiz 15 millionga ko'tarilganda balki 8%, balki 10% to'lashimiz mumkin. Bu regressiv soliqda shunday holatda ko'rinadi, ya'ni yuklamasi pasayib boradi. Endi uchinchisi bu proporsional soliq, ya'ni har kim bir xil foizda soliq to'laydi. Buni standart soliq deb atashimiz ham mumkin, ya'ni yuklamasi standart ko'rinishda bo'ladi. 10 million daromad oladigan inson ham 12% soliq to'laydi. 100 million daromad oladigan inson ham 12% soliq to'laydi. Bu menimcha adolatli ko'rinishda bo'ladi. Biz aynan bizning O'zbekiston Respublikasi qonunchiligi bo'yicha hozir proporsional soliq yuklamasidan foydalanamiz, soliq tizimidan foydalanamiz. Bu adolatli mening fikrimcha. Negaki, aytaylik, progressiv soliq bo'ladigan bo'lsa, qanchalik daromadimiz oshgani sari ko'proq soliq to'laydigan bo'lsak, endi bu daromad ko'proq harakat qiladigan, ko'proq mablag' topadigan insonlar uchun adolatsizlik tuyulib qolishi mumkin. Endi regressivga qaraydigan bo'lsak, agar biz qanchalik ko'p daromad topsak-u, o'sha oshib borgani sari daromadimiz, soliq yuklamamiz kamayib borsa, bu yerda tabaqalanish juda ham kuchayib ketishi mumkin. Shuning uchun men proporsional soliq tizimini, soliq undirish tizimini adolatli deb hisoblayman. Chunki siz 10 million daromad olsangiz ham, 100 million daromad olsangiz ham 12% soliq to'laysiz. 10 milliondan soliq to'laydiganlar 1 million 200 ming so'm to'laydi soliqni. 100 milliondan 12 million so'm to'laydi. Ya'ni bu adolatli holatda to'lanadi deb o'ylayman. Bu meni shaxsiy fikrim. Demak, bugungi soliq mavzusidagi darsimizni qisqa va lo'nda o'tishga harakat qildik va darsimiz so'ngida nima demoqchiman? Benjamin Franklinning bir gapi bor. Bu hayotda o'lim va soliqlardan qutulib bo'lmaydi. Darhaqiqat biz o'limdan ham, soliqdan ham qutula olmaymiz. O'lim bu bizni tabiiy majburiyatimiz bo'lsa, soliq esa bizning fuqarolik va iqtisodiy majburiyatimiz hisoblanadi. Rahmat.